Ustamisiz? Ustama, halol usta bo'ling. Bizni poylab yurmasin. Bizga ish zakaz bergan odam, ani qildimikin, buni qildimikin. Egasi ko'rmasa ham Xudo ko'radi. Egasi yo'q bo'lsa ham Xudo bor. Va musulmon inson yaxshi ishda ham, yomon ishda ham u shaxsning o'rniga o'zini qo'yib ko'radi. Men usta bo'lib borsam, uyingizda sizni aldab, netib, qo'lni uchida ish qilib pulingizni olib ketsam yoqmaydimi? Ha, yoqmaydi. Endi bu degani siz usta bo'lsangiz, men uyimga chaqirsam, meni ham aldamang. Men qassob bo'lsam, sizning ko'zingizni chamg'alatib, go'shtni yomon joylarini berib, belgilangan oshiqcha suvayni tiqib, aralashtirib berdim. Uyingizga bordingiz, ochdingiz. O'zingiz qaramasangiz ham ayolingiz qana qassobdan go'sht oldingiz, qo'li sinsin. Shuna go'sht beradimi desa, meni qo'lim sinadi, aniq. Chunki mazlumning duosi ijobat va o'sha sizga sotib topgan pulim menga harom bo'ladi. Ras shunaqa yoqmayaptimi? Qassobmisiz? Aldamang. Sizni dilingizni og'ritadigan so'zlarni gapirsam, so'kinsam yoqmaydimi sizga? Siz ham menga shu gapni gapirmang va so'kinmang. Orqangizdan yomonlab bir joyda o'tirib g'iybat qilsak yoqmaydimi? Siz ham g'iybat qilmang boshqani.